Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Manimcha ishtirok etadiganlar hamma yig'ildi. Bugungi yig'ilishimizni boshlaymiz. Ho'p, man o'zimni tanishtiraman. Man Ibragim Palazbek Baxtiyorovich, Zarur amaliyotlar markaz davlat muassasasi direktori o'rinbosari bo'laman. Bugungi yig'ilishimizdan maqsad bu hammanglarning xabaringda bor, yangilanayotgan GMP standartimizni asosiy qaysi joylarida ko'proq o'zgarishlar bo'lyapti, qat'iy sizlar ko'proq e'tibor berishingiz kerakligini qisqacha gapirib o'taman. Ko'p vaqtinglarni olmayman, bayram oldi, hammada bayramlik kayfiyat bo'lsa kerak, korotkий день bo'lsa kerak ko'pchilikda, shuning uchun qisqacha qilamiz yig'ilishni. Ho'p, hozir bizni standart o'zgarayotgani yuzasidan ishlab chiqaruvchilarni birlashtirgan holda gruppa ochganmiz Telegramda. O'ylaymanki, hamma bu gruppada a'zo bo'lgan. Shu gruppaga GMP standartini asosiy qismini rus tilidagi variantini уже yuborganmiz. Ilovalarini ingliz tilidagi variantini yuborib qo'yganmiz. Xo'sh, hozir men asosiy bo'layotgan o'zgarishlarni gapirib o'taman. Undan keyin savol-javobga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Shu gruppaga yuborgan materiallarimiz bilan agar tanishib chiqqan bo'lsanglar va sizlarda savol yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, shu taklif va savollarga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizani asosiy o'zgarish bo'layotgani bu standartimizda man qisqacha gapirib o'taman, urg'u berish kerak bo'lgan joylarni ham gapirib o'tamanda, biza bu qilgan tahlilimizni 12 varaq tablitsa ko'rinishida qilganmiz. Shu guruhga ham yuborib qo'yamiz. Asosan qatlarda o'zgarish bo'lganiga e'tibor qaratishga kerakligini belgilagan materialimizni gruppaga ham yuborib qo'yamiz. Bu yerda detalni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir men asosiy joylarini gapirib to'xtab o'taman. Xo'p, asosiy talablarda, asosiy qismida eng katta bo'layotgan o'zgarish bu yevropeyskiy standartda olinayotganida bizada 18-chi приложение bor edi, anaqaniki AFI farmatsevtik ingrediyentlarni ishlab chiqarishga qo'yilgan talablar hozirgi yangi standartda asosiy qismini ikkinchi bo'limiga o'tkazilgan. Shu sababli hozir amalda bo'lgan standartimizda 20 ta приложение bo'lsa, yangi tasdiqlanayotgan standartimizda 19 ta приложение bor. Afilaga qo'yilgan talab asosiy qismga o'tkazildi. Так, endi asosiy qismda bo'layotgan o'zgarishlar bu sifat ta'minoti tizimida bir nechta yangi bandlar qo'shilmoqda. То есть 9 ta punkt qo'shilgan. Buni detalni shu standartni o'zida ko'rib chiqiladi. Distributsiya jarayoni majburiy etib standartni o'zida belgilanyapti, lekin bizada amaldagi qonunchilikda hammanglarning xabaringlar bor. Ishlab chiqaruvchi agar o'zi mahsulotini distributsiyasi bilan shug'ullanadigan bo'lsa, distributorlik litsenziyasini olish kerak va bu litsenziyatlar 2024-yil 1-iyuldan boshlab GDP sertifikatiga ega bo'lishi kerak. То есть bu standartli yangilik bo'lyapti, lekin bizani qonunchilikdagi talablarda yangilik bo'lmayapti. Xo'sh, keyingi bo'lgan o'zgarish bu xodimlar bo'yicha vakolatli shaxsga aniq kvalifikatsiya bo'yicha talablar belgilab qo'yilgan. Ya'ni farmatsevt, meditsina, veterinariya, ximiya, farmatsevtическая ximiya, texnologiya или biologiya bo'lishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Yoki radiopreparatda bo'ladigan bo'lsa, radiofarmatsevtlarda ham amal Ho'p, bundan keyingisi bu konsultant degan tushuncha kiritilgan va konsultantga talablar belgilangan. Ho'p, hujjatlar tizimida yangi punktlar qo'shilib, aniq talablar kiritilgan. Texnologik protsessni umumiy aytadigan bo'lsak, bu yerda sezilarli o'zgarish bo'layotgani amaldagi standartimizda bu dori vositalarini ishlab chiqarish hududlarida boshqa notibbiy dori vositalarini ishlab chiqarishga yo'l qo'yilmasligi belgilangan. То есть faqat dori vositalari ishlab chiqarilishi kerak deb belgilangan. Hozir yangi standartda agarda dori vositasi bo'lmagan notibbiy turdagi ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa, buni asoslantirib berilsa va kontaminatsiya xavfini oldi olinsa, ishlab chiqarish mumkin deb ruxsat etiladi.
Xo'sh, kontaminatsiyaga alohida e'tibor qaratilgan bu yerda. Xomashyo substansiyalarga boyagi aytganimdek alohida e'tibor qaratilgan. Sifat nazoratiga yana yangi bandlar qo'shilgan va yana sezilarli qo'yilayotgan yengillik bu outsourcing xizmatlari. Ya'ni kontrakt bo'yicha analiz xizmatlarini o'tkazadigan yo'nalishlaringda bo'lsa, vakolatli organ tomonidan bu tekshiruvlarni o'tkazadigan laboratoriya ham inspeksiyadan o'tkazilgan bo'lishi shartligi belgilangan. Keyingisi terminologiya o'zgaryapti. Обеспечение качества, управление качеством bo'lyapti. Sistema обеспечения качества, farmatsevtika sistema kачествоga o'zgaryapti. Reklamatsiya tushunchasi pretenziya tushunchasiga o'zgaryapti. Keyingi sezilarli bo'layotgan o'zgarishlar, bu katta o'zgarishlar birinchi ilovada dori vositalarini, steril dori vositalarini ishlab chiqarishga bag'ishlangan ilovada bo'lyapti. Ya'ni bu prinsiplarni aytadigan bo'lsak, bu yerda yangi talqindagi validatsiya va kvalifikatsiya endilikda bir marotaba bajariladigan jarayon emasligi keltirilgan va xodimlar yetarlicha tayinlangan bo'lishi kerakligi keltirilgan. Va shu bilan birga sifatga asoslangan xavflarni boshqarish butun sifat menejment tizimi bo'ylab joriy etilishi lozimligi keltirilgan. Farmatsevtik sifat tizimiga e'tibor qaratilgan, yana binolarga talablar yana ham ko'proq qo'llanilgan. Misol uchun zonalarda havo bir tomonlama oqim bilan harakat qilishi, nafaqat A da, B, C, D klass chistota bo'lgan xonalarda ham tozaligiga qattiq rioya etilishi va potok vozdухaga alohida e'tibor qaratilishi belgilangan. Uskunalarda sterilizatsiya qilish kerakligi alohida ta'kidlab o'tilgan, sterilizatsiyaga ko'proq e'tibor qaratilgan va kommunal xizmatlar degan tushuncha kiritilgan bu yerda. Bu bob mahsulot bilan aloqa qiluvchi uskunalar va materiallarga tegishli. Bu joyda suv ta'minoti tizimlari, park, bug'la, jati bug'la, vakuum va sovutish tizimlari muhim ahamiyat kasb etadi deb ko'rsatilgan. Va естественно xodimlarga, xodimlarni znaniyasiga, обученияsiga, ularni gigiyenasiga, kiyinishiga alohida более жесткийroq talablar qo'yilgan. Misol uchun sinf C klass chistota bo'lgan va undan yuqori bo'lgan zonalarga kirishda maxsus уже носкиlar bilan ta'minlangan bo'lish kerakligi keltirilgan. B zonalarda steril ochkilar, ko'zoynaklar bo'lishi kerakligi, qo'lqoplarni dezinfeksiyasiga alohida e'tibor qaratilgan. A sinf va B sinf tozalikda bo'lgan xonalarda maxsus kiyimlarni kiyish vaqtlarini maksimal muddati belgilanishi lozimligi belgilangan. Ko'p ishlab chiqaruvchilarimizni o'zi tak bu masalalarga e'tibor qaratilgan edi, lekin standartda aniq более детальныйroq talablar hozir yoritib o'tilmoqda. Keyin ishlab chiqarish va maxsus texnologiyalarga e'tibor qaratilgan. Bu yerda yana bitta yangi bo'lim bu yopiq tizimlar haqida kiritilgan. Закрытый sistemadan foydalanishga, qo'llashga e'tibor ko'proq qaratilgan. Aseptik sharoitlarda, tip deyiladi. Shu turdagi texnologiyalarni ishlatishga ko'proq e'tibor qaratilgan. Va faol va nofaol muhitlar va jarayonlarni monitoring qilish, asosan nimalarga e'tibor qilish va atrof muhitda monitoring qilishda qanaqa ishni yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratilgan va sifat nazoratiga nisbatan ham yana o'zgarishlar bo'lgan. Endi ilovalarga o'tadigan bo'lsak, eng katta o'zgarishlar 15-ilovada ham keltirilgan. Bu kvalifikatsiya va validatsiyaga bag'ishlangan ilova. Bu yerda bo'lib kengaytirilgan talablar keltirilgan, sifat xavflarini boshqarish va nazorat strategiyasi yozib ko'rsatilgan va kompyuterlashtirilgan tizimlarni validatsiya qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Keyin sezilarli o'zgarish bo'lgan ilovamiz bu sertifikatsiya со стороны уполномоченных лиц. Bunga ham alohida e'tibor qaratilgan, sertifikatsiya va chiqarish jarayonlarini kengaytirilishi, qanaqa ketma-ketlikda amalga oshirilishi, nimaga ko'proq e'tibor qaratilishi aniq va bo'lib detalli yozib chiqilgan. Vakolatli shaxsi mas'uliyati kengaytirilgan va unga qo'yilgan talablar yana aniq ko'rsatilgan holda keltirilgan.
va import va eksport jarayonlari uchun yangi talablar kiritilgan. Xo'sh, shuningdek, seriyalarni sertifikatlash jarayoni aniqlashtirilgan, seriyalarni haqlarini baholash va nazorat qilish tizimi kuchaytirilgan va yana aytib o'tilgandek, kompyuterlashtirilgan tizim va elektron hujjatlarni amaliyotga joriy qilish yana ham ko'proq qo'llab-quvvatlangan va tavsiya qilingan. Va izmeniylardan yana bir ilovada bo'lgan o'zgarish bu 17 ilova parametr parametrik chiqarish выпуск по parametrам bu yerda real time release testing real vaqt rejimida sinov o'tkazish tushunchasi kiritilyapti. Sifat nazorati va boshqaruv strategiyasiga e'tibor qaratilyapti. Personalga malakaviy talablar aniq qilib keltirilyapti va texnologik va raqamli nazorat usullari ham keltirib o'tilyapti. Xo'sh, bu qisqacha aytib o'tgan ma'lumotlarim bo'ldi detalniy yozilgan tablitsamizni guruhga ham aytib o'tganimdek yuborib qo'yamiz va bundan keyin yana biza ham parallel olib borishga harakat qilyapmiz. Bo'layotgan biza aniqlayotgan asosiy e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan o'zgarishlarni tablitsa ko'rinishida sizlarga yuborib turyapmiz gruppaga va parallel dalcha yana detalniy изучать qilib biza material tayyorlashga e'tiborimizni qaratyapmiz va muntazam ravishda shu gruppaga sizlarga yana tablitsa ko'rinishida nima o'zgarishlar bo'lyapti, qayerga ko'proq e'tibor berilishi kerakligini aytib boramiz. Hop, qisqacha bermoqchi bo'lgan ma'lumotim shundan iborat edi. Agar kimdadir savol bo'lsa, taklif bo'lsa yoki nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, marhamat mikrofonni yoqqan holda o'zinglarni masalani oзвучивать qilishinglar mumkin. Bizani muloqot tartib bilan bo'lishi maqsadida man bu qo'l ko'tarish funksiyasidan foydalanishinglarni so'rab qolardim. Agar pastda hamma bilsa kerak, bunaqa bor, funksiya bor, поднять руку degan, shu поднять руку mana bu отреагировать degan razdelda поднять руку bor. Shu поднять rukuni bossanglar biz mikrofonni yopishga ruxsat beramiz va kim birinchi qo'l ko'targan bo'lsa, shunga tartib bilan birma-bir so'z taqdim qilamiz va savolga javob beramiz. Hop, bizda o'sha birinchi qo'l ko'targan Firdavs Raufov. Firdavs aka, marhamat. Здравствуйте. Здравствуйте всем. У меня пару вопросов было. Касательно первого насчет группы, новым подключившимся история не видна. Мне сказали, что стандарт уже закинули, а фактически что там было, не видно. И Все. второй вопрос касательно самого внедрения. Какой примерный срок и когда уже будет в силе новая версия? Так, мы планируем все закончить к концу второго квартала и Мгм. уже ввести его в стандарт на утверждение. Мгм. Потом, согласованно с стандартом, мы планируем где-то 6 месяцев дать для переходного периода. И А, переходной период будет где-то 6 месяцев. И во время проведения инспекционного надзора у наших производителей, у которых имеется сертификат, тогда и будем требовать новые требования нового стандарта. Можно дополнить? Скажем, у В нас в этом стандарте году... мы точно укажем, начиная с какого числа она вступает в силу. Хорошо. У нас где-то в октябре-ноябре, да, ресертификат по Мауди должен быть, поэтому готовится по новой или по старой? Вот такой вопрос был, поэтому интересовал. Ну вот смотрите, мы планируем до конца апреля закончить все дела касательно перевода. После Мгм. этого от вас нам надо будет отзыв касательно переводов, касательно новых требований. И исходя из ваших отзывов, мы внесем соответствующие изменения, и после этого внесем в стандарт. Потом, Мгм. если я не ошибаюсь, в течение 2 месяцев в общее обсуждение должен быть наш документ, и после этого можно будет утвердить. И если вот так посчитаем, в конце апреля, если скажем, что мы, ну не в конце апреля, а в начале мая, если мы внесем в стандарт, так, Мгм. обсуждение будет длиться до начала июля, скажем, до конца июля, если стандарт утвердит,
Это август, сентябрь, октябрь. Как минимум 3 месяца мы будем давать. Ага, Если же посчитаем нужным, то до конца года, может быть, будем давать срок. понятно. Но в самом стандарте мы точно будем указывать, Мгм. начиная с какого числа будет действовать новые требования. И по первому насчет того, что группы не отображаются. Можно будет переотправить стандарт? Но он Да, подключившимся там не сегодня же да, порядок. отображается. Стандарт на русском, приложение на английском и таблица, которую мы подготовили. В Хорошо, таблице спасибо. введена именно те моменты, куда надо будет более детальное внимание обращать. Ага, спасибо большое. Не за что. Так, еще есть вопросы? Если есть вопросы, пожалуйста, поднимите руку, мы дадим вам слово. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, qo'l ko'tarsanglar, sizlarga so'z navbatini beramiz. Chatdayam yangi tahririyat qaytadan gruppaga tashlab beringlar degan murojaatlar bo'lgan ekan. Gruppaga bugunni o'zida qaytadan yuboramiz. Yana savollar bormi? Agar mikrofonni yoqishi iloji bo'lsa, возможность bo'lsa, вот Saida qo'l ko'taribdilar. Marhamat. To'g'risi. Assalomu alaykum. Remit Group kompaniyasi Saida. Savol bermoqchi edim. Ho'p, mana qarang. Misol uchun сертификатка срока, допустим, действует до 25, ну, например, до ноября 26 года. В данном случае ресертификация требуется или нет? Действующий сертификат дальше действует, и в момент ресертификации это будет проводиться или как? Нет, во время проведения инспекционного контроля. То есть, Сертификат я оформлен. то есть во время надзорного аудита вы это переоформите? Да. Все понятно. Спасибо. Хорошо. Еще есть вопросы? Savollar bo'lsa marhamat. Владислав. Да, добрый день. Да, добрый день. Да, добрый день всем, коллеги. У меня такой вопрос, вот до конца непонятно. То есть сейчас выложили первую основную часть, ну, стандарта GMP, который будет утверждаться на рассмотрении. А вот приложение к стандарту, о тех приложений, 21 приложении, по-моему, вы говорили, они отдельно будут потом выкладываться, когда будут Да, готовы? сейчас они в процессе перевода. У нас А, только на английском. На английском мы уже в группу отправили. Сейчас мгм. перевод на русский. Получается, вот эти вот Завершение перевода три, на потом. три документа PKS-овских, это как раз-таки они будут составлять основу вот этих вот приложений, да? Я правильно понял? Да. И приложений будут у нас 19. 19 будет В приложений. европейском стандарте там приложение, четвертое и пятое приложение касательно ветеринарии. У У нас, нас, то есть, будет отсутствовать ветеринарии. да, да. И М, будет в общем количестве 19 приложений. Да. И еще один вопрос тогда. А отдельно приложение не будет по контрактному производству? Так, по контрактному, по-моему, есть. У нас есть. Отдельное, да, будет приложение? Сейчас скажу. Мгм. Ну, не то, что изложено в первой части, где требования к В общем аутсорсинговому стандарте у процессу. нас, да, имеется отдельное приложение. Это отдельное приложение по контрактному производству, если компания часть там процесса отдает какой-то другой организации, правильно? Именно процесс производства я имею в виду. Да, да, да.
Сейчас я уточню, точно скажу. А, Мгм. А, Понятно. и, наверное, отдельно приложение по уполномоченным лицам, да, тоже будет? Да, да, да. Отдельное приложение есть. По Мгм. уполномоченным. Мгм. Все хорошо. Спасибо большое. Мгм. Спасибо. Пожалуйста, если есть у кого-то еще вопросы, пожалуйста. А Да. можно этот час спросить? Там уже получается, она уже как бы финальная? Или может быть что-то изменение? То, что сейчас скинули в группу. Birdamsaki yaxshi eshitilmadi, qaytarib yuborasizmi вопрос? Я говорю насчет того стандарта, который сейчас скинули в группу. Он уже финальный или могут быть изменения в нем? Так, сейчас. Вариант на русском скинули или Вариант английский? на русском языке скинули. Так, если на русском, там терминология может быть. Так, будет лучше. Мгм. На русском терминология o'zgarishi mumkin. А так И можно это принять уже как финальный, получается. сейчас, да, 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 да. Вот, исходя из ваших предложений, исходя из ваших вопросов, мы можем, если учтем соответствующим, приемлемым, мы можем что-то поменять. Можем дополнить, можем или что-то чуть упростить или убрать. Мгм. Понял, спасибо. Так, Bahodir Mirzayev. Marhamat, savolimiz. Assalomu alaykum. Savol. Merimet Farm, ismim Bahodir. Savol bir ikkita berildi oldingi savollar ichida, lekin javob to'liq tushunmadim. Mana misol uchun hozir standart versiyasi bor, aktualniy, u bo'yicha odamlar hamma ishlayapti. Yangisini qilyapsizlar, yangisini ham запускать qilyapsizlar. Eski переходной период qandoq belgilanadi? Mana misol uchun eskisi qachongacha действовать qiladi-yu, yangisiga o'tish qachongacha majburiy bo'ladi? Mana shu narsa aniqmi? Shuni ma'lumot bo'lsa Standart bersanglar yaxshi periyod bo'ladi. boyagi aytganimdek standartni o'zida biza qachondan bu standart kuchga kirishini yozib o'tamiz va o'sha yoki inspeksiya nazoratlari уже yangi standart talablari asosida o'tkaziladi. O'sha resertifikatsiyada va inspeksiya nazoratlari paytida yangi standart asosida tekshiriladi va muvaffaqiyat topilganda yangi standart asosida sertifikat rasmiylashtirib beriladi. Ya'ni mana misol uchun aytaylik, keyingi oydan buni o'zi tasdiqlansa, biror kimda inspeksiya keyingi oyda bo'lsa, bu narsani сразу внедрение qilish majburiyati bo'lib qolmaydimi unda? Qanaqadir period Yo'q, endi bermasi buni kerak. hozir biza u standart bilan ham gaplashamiz. Qonunchilik bo'yicha o'zi tasdiqlangan standartlarga qancha minimalniy srok beriladi. Shularni ham so'raladi deb bizani mo'ljal eng kamida 3 oy yoki 6 oy переходной vaqt berish. Buni o'zgarishlarni hisobga olib, uni внедренияsi agar qanaqadir vaqt talab qiladigan narsada bo'ladigan bo'lsa, shuni to'laqonli ko'rib chiqishlarini so'rardim men, chunki Mana shu qanaqadir narsada tupikka bo'layotgani kirib uchun qolmas. hozirgi yig'ilishlarni o'tkazmoqmiz-da. Sizlarga Mhm. berib gruppa ochdik, xabardor bo'lib turinglar, hamma o'zgarishlardan xursand bo'linglar, o'zinglarda nimalarni o'zgartirish kerakligini bilinglar va o'shanga qarab harakatlaninglar deb shu turdagi yig'ilishlarni o'tkazmoqmiz. Rahmat, tushunarli. Salomat bo'ling. Yana savollar bormi? Есть еще вопрос? Tak, hozir mana общийda 3 oy juda ham kam deb yozib olsizlar, lekin biza 3 oy tasdiqlangandan keyin beryapmiz.